avtomobili bor va ushbu Cobalt'ni birinchi tekshirib ko'ramiz. Bu Yevro pozitsiya emas, aziyatskiy varianti. Birinchi shunda tekshiramiz, qani bormi yo'qmi signalizatsiyasi. Men o'zimda ham Cobalt, lekin bir marta tekshirib ko'rmaganman va ko'p muddat o'zini kalta haydamaganman. Mejgar qo'ydirganman. Birinchi qulflaymiz. Yo'q, hech qanday ovoz yo'q. Bu qanday o'z paytlarda to'g'ri keladi desalarsiz. Misol uchun, yozgi paytda oynasini ko'pchilik salgina ochib qoldirib ketishadi, havo aylanib tursin, ichi dimi qilib qolmasin deb. Shunday holatlarda kimdir sizlarning avtomobillaringizni ochsa, eshigi yopilmabdi. Nimadir oxirgi paytda Cobalt'ning eshigi sal qattiq yopilyapti. Yopildi. Men ko'chak shalab o'tdi. Yopilgandan keyin bir sekund bosib turish kerak. Qani aktivatsiya bo'ldimi, bo'lmadimi? Chiroqchi yo'q ekan, o'chirib qo'yaylik. Yo'q, hech qanday signalizatsiya yo'q. Cobaltlarni yevrolarda mana bu yerda o'rtasida svechasi bo'lardi, chiroqchasi. O'shanda signalizatsiya bo'lardi. Misol uchun qulflab qo'ygandan keyin o'sha chiroqcha har zamonda bir lip qilib qo'yardi. Mana bu yerda chiroqcha bo'lardi. Hozir men sizlarga ekranga rasmini chiqarib beraman. O'zimizda chiqayotgan variantlarda afsuski unaqa chiroqcha yo'q. Modifikatsiyada ham unaqa narsa yo'q. Men yevro bilan o'zimizda modifikatsiyamizda taqqoslab ko'rganimda yozilgan edi. Bularda yozilmagan. Demak, o'zimizda chiqayotgan Optimada ham, Style'da ham signalizatsiya mavjud emas, faqatgina ochib yopib bilasizlar. Va oynalarni ham, yana aytgan gapim. Eshik yaxshi bo'ladir. Qattiqligi uchun ma'lum rezinlari. Va oynalarda ham tushirib chiqarish imkoniyati mavjud emas pult orqali. Endi Tracker yoki Onyxni tekshirib ko'rsak, Onyxni ko'ramiz. Mana bu eng prostoy pozitsiyada adashmasam. Ekranchasidan shunday ko'rinyapti. Eng oddiy Onyx. Kaliti joyida turibdi. Birinchi navbatda oynalarda tushirib chiqarish bor yo'qligini tekshiramiz. Ochdik. Ochgandan keyin yana qaytib ochadiganini bosib turamiz. Oynalar tushdi. Ko'tarilishi ham xuddi shunday bor. Bitta bosasizlar qulflashdi, keyin qulflashni bosib o'tirasizlar, oynalar ko'tariladi. Siz avtomobilni qulflab ketdingiz. Mana, ishga tushdi, qulflandi, signalizatsiya ishladimi, ishlamadimi? Ishlamadi. Lekin mana chiroqcha yonib o'chyapti. Endi signalizatsiyani ishga tushiramiz. Qulflaymiz va yana bir marta bosamiz. Ana endi signalizatsiya ishga tushgan bo'lishi kerak. E'tibor beringlar, eng oddiysidaman Onyxni, eng birinchisidan ekranchasidan bilsalaringiz bo'ladi. Va ochamiz. Mana. Hozir ovoz balandlashadi. Bo'ldi, to'xtatdim. Hozir ombor mudirlari mana so'kishadi, nima qilyapsan deb. Demak, eng oddiy Onyxda signalizatsiya bor. Endi boshqalarga o'tamiz. Oynalarni ko'tarish ham bor edi, buni ko'rsatib o'tmayman. Oynalarni ochiq qoldirdim. Tushib chiqaveraman endi. Mana oynalarni qulflash qanday? Misol uchun oynalarni ochiq qoldi, sizlar qulflaysizlar, qulflaydiganini bosib turasizlar. Qaranglar, ham signalizatsiya ishga tushyapti, ham oynalar ko'tarilyapti. Endi ochib tushay, hozir bo'lsa ham signalizatsiya ishlab ketadi. Menimcha tushundingizlar, Onyxni eng prostoyini kaliti bo'yicha. Faralari o'zi kuzatib qo'yadi, ya'ni ozgina yonib turadi. Qulflagan paytlaringiz ham, ochgan paytlaringiz ham. Endi Trackerning eng prostoyini ko'ramiz. Eng oddiy Tracker LS. Mana o'rnatuvlari materialli. Kalitni oldik. Bunda ham oynalarni tushirib chiqarish bor, faqatgina avto ishlayotgan bo'lish kerak. Ochib turamiz. Ishlayapti. Yopib turamiz. Ko'tarildi. Yopib turayotgan paytda signalizatsiyani ham ishga tushirdik. Tit qilib signal chaldi. Endi ochsak, mana. Bunda ham bor.
boshlanishida ovoz sal pastroq bo'ladi, где-то 6 ta 7 ta signal, keyin birdaniga signal balandlashadi. Hali Malibu signal olib qo'ysalaringiz, bu anchagina rezultat beradi. Trackerni ham eng prostoyda bor ekan. Endi birdaniga menimcha Onyxni fullni ko'raversak bo'ladi. Har bitta pozitsiyani bitta qilish shart emas. Eng oddiyda bor degani, eng zo'rda ham bor degani bu menimcha. Pult qani buni? Mana pulti hali paketida turibdi. Buni ochish kerak. Telefon bo'lib qoldi menga uzr. Onyx Redline eng fulli. Buni kaltini shu yerni o'zida ochamiz. Egasi ochish kerak degan joy yo'q, afsuski kaltini. Chunki buni ochib, bittasini ichida qoldirib, ikkinchisini ombor modulida qolishi kerak. To avtomobil egasi kelgancha. Oynalari o'zi ochiq. Qulflaymiz. Qulflandi. Oynalarni ko'tarish, shunaqa tuplaydigan bosib turamiz. Oynalar ko'tarildi. Ochish ham xuddi shunday. Ochikoni bosib turamiz. Ochildi. Endi oddiy qulflaymiz. Bitta bosib qo'yamiz. Qulflandi, hech qanday signallarsiz. Mana bu yerda qulflandi deb ko'rsatyapti. Ochdik, hech qanday signal yo'q. Ichkarida kalt borligini evaziga signal choldi. Endi qulflaymiz, keyin signalizatsiyani ishga tushiramiz. Mana ishga tushdi. Endi ochamiz. Bor ekan signalizatsiya bunga ham. Demak, Onyx Tracker avtomobillari Cobalt'lardan yana bir ustunligi, shunday funksiyasi bor. Va kaltni ko'rsatish jarayonida endi misol uchun primerlarimiz, redlinelarimiz bor, akkumulyator o'lib qolgan holatda qanday ish tutiladi, shuni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Stabilizatorni, anaroq telefonni mana bu yerga qo'yib ko'rsatsam ma'qulroq bo'lardi. Mana kaliti bu yon tomonida knopkachasi bor. Knopkani bosasizlar, ichidan mana bunday kalit chiqadi. Akkumulyator o'lib qolgan holatda permishka qilib yoqish kerak bo'lganda shuni olib tiqib ochasizlar. Qulflab qo'ydim men o'zim, o'zi ochiq edi. Mana ochildi. Bo'ldi. Mana shunday qilib foydalanasizlar. Endi akkumulyator o'lgan payti signal chalmaydi. Ayrim aytishi mumkin, baribir mejigarni o'rnini bosmaydi deb. To'g'ri, endi bunga kimdir tegilsa, pultga vibratsiya, ovoz xabar bermaydi. Lekin ayrim avtomobillarda shu funksiyalar ham yo'q. Ochish, yopish, signalizatsiya, bagajni ochish. Pultdan afsuski Onyx Trackerlarni zavat qilib bo'lmaydi, lekin adashmasam programma orqali, ya'ni avtomobilga, miyasiga programma o'rnatiladi va pultdan yoqadigan qilsa bo'ladi. Qancha masofaga ishlaydi desalaringiz, pultlaringiz qancha joydan olayotgan bo'lsa, o'shancha joydan ishlayveradi. Men ham o'zimni Cobalt'imga boshlanishi mejigar o'rnatishdan oldin programma o'rnatgandim. 3 marta pultlaydiganni bossa, zavat bo'lardi. Siz ham agar shart emas desalaringiz, programma o'rnatsalaringiz bo'ladi. To'g'risi, Onyx Trackerlarga mana bu 5 ключевой достуp borligini va miyasi aqlliroqligini evaziga hamma usta ham mejigarni ideal qilib o'rnata olmaydi. Bular uchun o'zi Starline, Pandora degan signalizatsiyalar bor. Bularning miyasiga to'g'ri keladigan. Mejigarni o'zim bularga tavsiya ham qilmayman. Qolgan yarasha menimcha o'sha Pandora yo Starline signalizatsiyalarini o'rnatgan yaxshi. O'sha 5 ключевой достуplari ham hamma narsasi ishlayveradi.